2025-yil 12-iyulda ekilgan makka jo'xorilarimiz ko'rib turganingizdek holati juda ham yaxshi. Balandligi 3 metrdan oshgan, har bitta poyamizda 3 tadan sotalar hosil qilingan. Eng asosiysi 1 oy kechga qolib ekilgan makka jo'xorimiz, qolganlarga nisbatan 1 oy. Hozirgi kunda 8-oktyabr holatidamiz. Makka jo'xorilarimizni oy oxiriga o'rish, silos uchun o'rish arafasidamiz. Bunga bizga yaqindan yordam bergan mahsulotimiz Agroishonchdan Xlorella mahsuloti bo'lib, ushbu mahsulotimiz organik, mutlaqo tabiiy mahsulot hisoblanadi. Tarkibida aytib o'tganimizdek kaliy, kalsiy, sink, temir, fosfor, omega, bundan tashqari vitaminlardan A, B, C barcha turdagi vitaminlar mavjud bo'lib, hosilni oshirishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu ushbu mahsulotimiz barcha turdagi dukkaklik ekinlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bug'doy, mosh, fasol, makka jo'xori mahsulotimizni ishlatilishini videolarda ko'rsatib o'tib ketamiz. Ekindan oldin urug'larga sepib ekdik. Sepib 1-2 soat quritib qayta ekdik. Bunda nimaga yordam berdi? Bexato chiqishga, tomirlarini baquvvat qilishga, poyalarini stresslardan olib chiqib ketishga juda ham yaxshi yordam berdi. Ko'rib turganingizdek, mana shu ancha kech bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda qolgan yaqin atrofdagi ko'pchilik makkalardan ancha oldinga chiqib oldik. Ushbu mahsulotimiz sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol bizda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilasiz yoki plyus belgisini qoldiring. Agroishonch sizning eng ishonchli tanlovingiz. Oxirida o'sha o'zimizga bitta emas.